today we will learn about carbohydrates. Yani bungi mavzumuz uglevodlar mavzusi. Carbohydrates, natural high molecular weight compounds include carbohydrates, proteins and the nucleic acids. Yani bizlar bilamiz yuqori molekulyar birikmalar oqsillarni, nuklein kislotalarini va nimalarni bungi mavzu uglevodlarni o'z ichiga oladi. Carbohydrates with the general formula CmH2ON, ya'ni buni bizlar CmH2ON eskilangan deb aytamiz. Ya'ni buni qadimda bizlarda uglevodning suvli birikmalari deb ham nomlangan. Carbohydrates are polyfunctional organic substance with a ratio of hydrogen and oxygen atoms 2 and 1. Ya'ni bu yerda ko'rib tursangiz bo'ladi. Uglerod va vodorod va kislorod atomlarining nisbati 2 ga 1. Ya'ni qarasangiz, masalan, vodorod atomi 2 bo'lsa, kislorod atomi bu yerda 1 ga teng degan. Yoki 4 bo'lsa, kislorod atomi 2 ga teng bo'ladi. Next slide. Carbohydrates were discovered more than 100 years ago. At that time, scientists called them hydrates of carbon because the general formula is CH2O. Yani qadimdan 100 yillar oldin bizlarda uglevodlarni olimlarimiz o'rgangan ekan. Yani birinchi formulasi bu yerda saytda ko'rib turganingizdek H2O ga nisbati boya aytganda 2 va 1 ga teng ekan. The first scientist who studied carbohydrates was a German scientist, Fischer. Fischerni bilamiz bizlar, uglevodlarni o'rganishda juda ko'p hissa qo'shgan, ya'ni bu stereoximiyasini, uglevodlarning tuzilishini va izomeriyasining xossalarini tushuntirib bergan. In the 19th century, he made and studied different sugar compounds. Later, Russian scientists like Butlerov, Koly, and Kachetkov also helped to develop carbohydrate chemistry. Yani bundan keyin bizlarda rus olimlari Kachetkov, Koly and va Butlerov uglevodlar mavzusi bo'yicha ular ustida ko'plagan ilmiy ishlar qilgan ekan. Carbohydrates are the most widely found substance in the biosphere. They are an important part of plant and animal cells and tissues. Yani uglevodlar biosferada keng tarqalgan organik moddalar hisoblanadi. Yani bularni ko'pincha o'simliklar dunyosiga olib qarasak bo'ladi. Hayvonlarga qaraganda o'simliklarda bular juda ko'p uchrashadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek miqdorlar berilgan. In plants, carbohydrates make up about 80 and or 90%, but in animals they make up only about 2%. Ko'rdingizmi, hayvon va o'simliklardagi katta farqni? Hayvonlarda atigi 2% uglevodlar uchrashib, o'simliklarda bu foiz 80 va 90% gacha yetishi mumkin ekan. So next slide. Animals and humans cannot synthesize carbohydrates through photosynthesis, so they obtain them mainly from plant-based foods. Yani odamlar va hayvonlar fotosintez jarayoni hisobiga uglevodlarni mustaqil sintezlay olmaydi. Shuningdek bizlar nima qilamiz? Faqat oziq-ovqat, hayvonlar esa o'simlik moddalari hisobiga uglevodlarni tabiiy ravishda qabul qila oladi. Faqat bu bizlarda bilamiz o'simliklarga quyosh nuri ta'sirida. During photosynthesis, plants produce carbohydrates using inorganic substances such as carbon dioxide and water with the help of sunlight. Yani sunlight deganimiz quyosh nurlariga bizlarda bu yerda rasmdan ko'rishingiz mumkin. Mana fotosintez prosesining sxemasi berilgan. Faqat quyosh nurlari ta'sirida o'simlik barglarida xlorofil donachalar bo'ladi. Shu havodagi karbon, ya'ni uglevod to'rtoksid va bu yerda tuproqdagi tomirlar orqali qabul qilinadigan suv natijasida o'simlik barglarida nima hosil bo'ladi? Carbohydrate, ya'ni uglevod hosil bo'ladi. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, havoga erkin kislorod ajralib chiqadi. Bu bizlarni erkin kislorod, ya'ni toza kislorod bilan nafas olishimizga juda katta hissa qo'shadi. Carbohydrates are extremely important for all living organisms. They perform a wide variety of essential functions. Yani bu yerda ko'rib turibsiz, ya'ni uglevodlarning funksiyalar berilgan eng muhim. The first one, energy function, ya'ni energiya funksiyasi.
carbohydrates as a main source of energy for the body. For example, glucose is used to produce energy in cells. Yani energiya funksiyasida bizlar to'qimalarimiz bor, kletka hujayralarimiz bor ya. Shularning hisobiga bizlarda glukoza oksidlarni o'zidan energiya bo'lib chiqaradi. Ya'ni 1 gram glukoza yoki uglevod sintezlanganda organizmda 70.6 kilojoule, ya'ni 17.6 kilojoule energiya ajralib chiqadi ekan. So the second one, storage function. Carbohydrates are stored as starch in plants and as glycogen in animals. Bu ya'ni storage degan uglevodlar organizmda metabolizmga uchrasa, hayvonlarda glikogen, bizlarda ham jigarimizda glikogen moddasi to'planib, bu ham bizlarning kundalik hayotimizda energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Keyingisi, the third one is structural function and protective regulatory receptor function. Ya'ni bular struktura funksiyasini bilamiz. Uglevodlar o'simliklarda himoya funksiyasi, ya'ni tuzilish funksiyasi bor. Poxol deb aytamiz-ku o'zbekchada. Poxol ya'ni shu bizlarda uglevoddan tarkib topgan ekan. Protective function aytadigan bo'lsak, bu yerda to'qima va kletkalarimizdan qo'rg'ash, himoya qilish funksiyasini olib qarasak bo'ladi. Keyingisi, look at the classification of carbohydrates. Here the carbohydrates are divided into mainly four groups. The first one monosaccharides, the second one disaccharides, oligosaccharides, and the polysaccharides. Monosaccharides contains only one sugar molecule, ya'ni bu yerda monosaccharidlar faqat bitta qand qaldig'idan iborat bo'ladi. Bu yerda vakillarni ko'rib qarasak bo'ladi. Mana glucose, fructose and galactose. And the disaccharides bu yerda ikkita, ya'ni two sugar molecules bor, ya'ni tarkibi ikkita qand qaldig'idan iborat. Bularga sucrose, lactose and maltose kiradi. Endi eng kattasi bu yerda oligosaccharid, bu ikkitadan 10 gacha qand molekulasi bo'ladi. Keyingisi polysaccharides, ya'ni bu yerda starch, glycogen and cellulose, ya'ni polysaccharidda kraxmal, glikogen va hayvonlarda keyin o'simliklardagi cellulozani olib qarasak bo'ladi. So monosaccharides, simple carbohydrates are carbohydrates that cannot be hydrolyzed to form similar carbohydrates. Ya'ni monosaccharidlar faqat bitta shakardan iborat bo'lgani uchun ular gidrolizga uchramaydi. The number of carbon atoms is equal to the number of oxygen atoms. Ya'ni bu yerda N o'rniga bizlarda monosaccharidlarda C6, ya'ni C6H12 and O6 va boyagi nisbat saqlangan 2ning 1ga nisbati. Bu monosaccharidlarning eng umumiy formulasi deb olib qaraymiz. All monosaccharides have a sweet taste, can crystallize and odorless and easily soluble in water. So here you can see types of monosaccharides: tetrose, pentose and hexose. Ya'ni monosaccharidlar o'zlari kichik bir guruhlarga bo'linadi. Tetrozalar, pentozalar va hexozalar. Here the monosaccharides hexose formula. The first one glucose, and the second one fructose, and the third one is galactose. Glucose is also known as grape sugar because it's found in large amounts in grape juice. Yani glukoza buni bizlar uzum shakar deb nomlaymiz. Uzum shakar deb nomlaymiz chunki u uzumda ko'p miqdorda uchrashar ekan. However, glucose isn't only found in grapes. It's also present in many sweet fruits and in different parts of plants. Bundan boshqa da glukoza shirin mevalar bor-ku, ho'l mevalar, shularning tarkibida ham uchrashar ekan. Glucose is also very important in animals and humans. About 0.1% of glucose is found in human blood. Bizlar bilamiz, glukoza qonda uchrashar ekan, qondagi miqdori 0.1% ga teng ekan. It circulates throughout the body and serves as a major source of energy for cells. Ya'ni shu kam miqdorda bo'lsa ham bu bizlarning organizmda, tanamizdagi kletka to'qimalardagi qon aylanishiga va boshqa metabolik jarayonlarga katta hissasi bor ekan.
Bu yerda endi here you can see glucose formula. A chemical point of view, glucose is a bifunctional compound. Because of this aldehyde group here. Ko'ryapsizmi? Bu yerda aldehyde group and hydroxyl group bor. Bu yerda OH. Ya'ni shundan biz bifunctional compounds ni kiritamiz. Shu. And now let's talk about the physical properties of glucose. Glucose is a white crystalline solid and odorless and high soluble in water and also sweet taste. Yani glukozani oddiy sharoitda xona haroratida hidsiz, shirin ta'mga ega va yuqori miqdorda suvda yaxshi aralashadigan modda sifatida qarashimiz mumkin. Endi eng asosiysi bu yerda importance of glucose in the human body, ya'ni inson organizmida glukozaning ahamiyati berilgan. Glucose is an essential component of carbohydrate metabolism. When the level of glucose in the blood decreases or when it's present in high concentration but cannot be properly utilized, it may cause drowsiness and even loss of consciousness again. Yani bu yerda ko'rishimiz mumkin, agarda glukozaning miqdori qondagi organizmdagi miqdori juda kamayib ketsa, bizlarda uyqusizlik hosil bo'lishi mumkin, ya? Uyqusizlik va organizmdagi metabolizm prosesiga, shunday agar glukozaning miqdori bazada ko'payib ketsa, insulin gormonga ta'sir etib, bu nimaga hosil bo'ladi? Qandli diabetga ham olib kelishi mumkin, ya? Va hammasi normada bo'lishi kerak. Glucose is found in fruits and berries and it's necessary for energy supply. It also plays an important role in the formation of glycogen in the liver, which is a storage form of the carbohydrates of humans and the animals. Yani glukozani bo'layotgan metabolizm prosesida faqat jigarda to'planadi. Keyinchalik u agar organizmda energiya miqdori kam bo'lsa, shu glikogen oksidlanib yana energiya hosil qilar ekan. So in the body, it goes through complex biochemical changes, producing carbon dioxide and the water and releasing energy according to the final equation. Xo'sh, bu endi boyagi fotosintez prosesiga, fotosintez proses jarayoniga teskari bo'ladi. Ya'ni agar organizmda energiya manbai kamroq bo'lsa, shu to'plangan glikogen glukozaga aylanib, bu oksidlanib keyin bizlarda organizmda nima hosil bo'lar ekan? Juda katta miqdorda energiya hosil bo'ladi. Shu sababli ham agar bizlar uglevodlarga boy mahsulotlarni, shirinliklarni iste'mol qilganimizda tez to'yib qolib va energiyaga ega bo'lamiz. So next, chemical properties of glucose. Glucose, ya'ni glukozani boya aytgandik, bifunctional compounds deb aytdik, ya'ni tarkibida aldehyde va OH, ya'ni hydroxyl groups bo'lgani uchun bu yerda o'ziga maxsus, ya'ni nimaga aldehydelarga xos va spirtlarga xos reaksiyani ko'rsatadi. Ya'ni first one like polyhydric alcohols due to the presence of OH group, second like aldehydes due to the presence of CH group, and the third one the specific properties of glucose. Ya'ni bu yerda glukozaning bizlar bichiqish reaksiyalarini olib qarasak bo'ladi. Spirt bichiqishi bor, moy kislotani achish, shu reaksiyalarni olib qarasak bo'ladi. So bu yerda endi chemical properties of glucose, ya'ni umumiy berilgan sxemalarda bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aldehyde sifatida, ya'ni oksidlanishi, oxidation and vodorodni biriktirib, reduction reaksiyasi bor, qaytarish reaksiyasi, keyin yana special chemical properties ga mana ya'ni fermentatsiya, ya'ni glukozaning fermentli bichiqish reaksiyalari keltirilgan. Bu umumiy sxema ko'rinishida. So let's talk about application of glucose. Glukozaning endi qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Glucose is used in medicine, ya'ni birinchi meditsinada aytadigan bo'lsak, bu yerda qanday bizlarda ukol, ya'ni osmon qo'li nima tirkab beradigan osmon qo'llarini tayyorlashda glukoza solution bor, ya, aptekalarda topsak bo'ladi. In the food industry aytadigan bo'lsak, bu yerda used as a sweetener in candies, drinks and desserts deb aytsak, shirinliklar buni aytmasak ham bilasizlar, shirinliklar tayyorlash sanoatida qo'llanilgan. So energy source aytadigan bo'lsak, bu main source of energy for the human body. Ya'ni inson uchun kuchli energiya manbai hisoblanar ekan.
in biotechnology, yani used in fermentation processes, yani biotexnologiya jarayonida mikroorganizmlar o'sha nutrition, ya'ni oziq-ovqat moddasi hisoblanar ekan. Endi so in industry, ya'ni industry sanoatda vitamin C bor-ku. Buni ham aptekalarda sotiladi, shu vitamin C ni tayyorlashda qo'llanilgan ekan. Used in the production of vitamins and medicines. Boshqa dori-darmoqlar foydalanishda ham qo'llanilar ekan. So glucose is widely used in medicine, food industry, and biotechnology, and the human body for energy source. Yeah? So thank you for your attention.